2 xona, 3 xona qilingan xonadonni 540 million so'mga ko'rib o'tamiz. Asosiy kirish eshigi, uzun koridor qismi, prixoshka zonasi va alohida yuvinish xonalari. Yangi hayot domlaridamiz. Kamalak domlarini kim biladigan bo'lsa, 22-maktabni yaqinida joylashgan. Va ikkita xonasi hamda 3 xona qilingan holatda o'z xonalarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu mehmonxona qilishga mos holatda ushbu xonamiz. Barcha jihozlar qoldiriladi. Yangi hayotda o'zini firma remonti hisoblanadi, remonti. Demak, bu 2 xona, 3 xona qilingan holatda mana shu joyimizdan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, bolalar xonasi qilib qo'ysangiz, bemalol bolalaringiz ushbu joyda joylasha oladi. Hamda mana bu tarafda ikkinchi xonamizni bemalol kattalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi. Ushbu xonamizda ham konditsioner, shkaflari va parda gilamlari to'liq qilib qo'yilgan. Isitish tizimidan muammo yo'q. Qishda sovqotmaysiz, bilasizlar, yangi domla isitish tizimi yaxshi qilingan. Hamda oshxona qismini ko'rib o'tadigan bo'lsak, ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlariga ega. Hamda bu tarafda o'zini mebellari ham o'rnatib qo'yilgan, xolodilnikka joylari ham mavjud. Demak, 70 kvadratga yaqinroq bo'lgan 2 xona, 3 xona qilingan 7 qavatlik yangi hayot domlarini, kamalak domlarini 6-qavatda joylashgan ushbu xonadonimiz juda ham yaxshi narxdan sotuvga qo'yilmoqda. 540 million so'm joyiga kelsangiz, albatta savdosi bor, boshlanish narxiga e'tibor bermaymiz. Ipoteka qilish imkoniyati mavjud agarda bosh to'lovga pul bo'ladigan bo'lsa. Yangi domlar kompleksi joylashgan ushbu hududdan 22-maktabning yonidan ushbu xonadonni sizga tavsiya qilaman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda to'liq ma'lumot uchun o'zimizda raqamlarimizni qoldiramiz. Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki yaxshi narxda ko'chmas mulk e'lonlarini faqatgina bizning kanaldan ko'rib borasiz.